Zen kanalingizda maqolalaringizni hech kim o'qimayaptimi yoki bosishlar soni kamayib ketdimi? Bugungi dars aynan siz uchun. Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlar bilan birgalikda maqolani sifatini oshirish haqida gaplashamiz. Ya'ni hooklar va STR haqida. Darsni oxirigacha ko'rsangiz, juda ham qiziqarli mavzu haqida gaplashamiz. Bu aynan siz uchun. Demak, boshladik. Men o'z tajribamdan kelib chiqib, maqolalarni analiz qilib, shunga narsaga kelganmanki, maqolangiz qiziqarli bo'lmasa, bosishlar soni, ya'ni rasmingiz, ya'ni obloshka chiroyli bo'lmasa, bosishlar soni kamayib ketadi. Agarda rasmingiz chiroyli bo'lsa-yu, lekin maqolangiz qiziqarli bo'lmasa, bu o'qishlar soni kamayib ketishiga olib keladi. Natijada kanalingiz o'lib qoladi. Hozir men sizlarga shu narsani oldini olish uchun ajoyib bir darslik tayyorlab qo'ydim. Bu darsni oxirigacha ko'ring. Sizlarga manfaatli bo'lsa, men uchun juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Demak, boshladik. Birinchi o'rinda men 5 ta 6 ta hikoya, ya'ni maqola tayyorlab qo'yganman va prompt ham tayyorlab qo'yganman. Bu promptimni ochib olaman. Mana prompt o'zbek tilida hammaga tushunarli tarzda yozib chiqqanman. Birinchi o'rinda biz Gemini'ni ochib olamiz. Xohlang Gemini'ni oching, xohlang ChatGPT'ni oching, xohlang Cloud'ni oching, farqi yo'q. Bitta tekstovoy sun'iy intellektimizni ochib olamiz. Bu yerga yozamiz. Salom deymiz birinchi. Bu biz bilan salomlashadi. Men doim biror narsa yozadigan bo'lsam, albatta salom berib boshlayman. Xo'p, birinchi o'rinda bu yerga biz tayyorlab olgan bitta hikoyamizni joylaymiz. Masalan, mana shuni joylaylik. Mama zvala degani. Mana shu yerga tashlaymiz. Va men sizlarga taqdim qilgan mana bu birinchi promptimizni olamizda, buni kopirovat qilib olamiz. Mana shu yerga tashlaymiz. Bu chuqur analiz qiladida bizga yozib beradi, nima haqidaligini va nima asosida qilinayotgan, qanday hikoya ekanligini analiz qilib, birma-bir yozib beradi. Biroz kutamiz. Analiz qilishni boshladi. Bu analizni birma-bir ko'rib chiqamiz. Taqdim etilgan matn oilaviy munosabatlar va shaxsiy chegaralar haqidagi juda ta'sirli va chuqur ma'noli hayotiy voqea, life story hisoblanadi. Ushbu hikoya batafsil psixologik va tuzilmaviy tahlili keltirilgan deb. Asosiy mavzu va konflikt. Hikoyaning markazida ikki xil dunyoqarash va avlodlar to'qnashuvi yotadi. Ona pozitsiyasi jamiyat uchun, qizning pozitsiyasi o'zi uchun yozyapti. Qahramonlar psixologiyasi va xarakteristikasi. Matnning kontent Zen YouTube sifatidagi potensiali. Bu hikoya Zen platformasi va YouTube'dagi oilaviy munosabatlar, semya, отношения formatidagi kanallar uchun ajoyib ssenariy bo'la oladi. Unda auditoriyani jalb qilish va ushlab turish uchun barcha elementlar mavjud. Shundoq ham hikoya mendagi prompt asosida juda yaxshi yozilgan, lekin shunday bo'lsa ham biz bu hikoyaga boshiga va oxiriga kuchli hooklarni berishimiz kerak. Uning uchun ikkinchi promptimizni olamiz. Men Zen'da kanal yuritaman. Menga bu hikoyada nimalarni qo'shsam auditoriya uchun yanada qiziqarli va hikoyadan chiqa olmay qoladi. Masalan, boshiga va oxiriga hook va boshqalar deb yozilgan. Mana shu promptni olamanda bu yerga tashlayman. Start qilaman. Mana bu yerga tushib qopti. Tashlayman. Yana biroz kutamiz. Promptimizni ham yozishni boshladi, ya'ni analizini qilyapti. Bu hikoya haqiqatan oila va munosabatlar yo'nalishidagi kontent uchun juda kuchli asos. Auditoriyaning matnga yoki videoga mixlab qo'yish va Zen algoritmida yaxshi aylanishi uchun hikoyaga bir nechta strategik o'zgartirishlar kiritishimiz mumkin. Quyida auditoriyani ushlab turish uchun, faollikni, kommentariyalarni oshirish uchun amaliy maslahatlar. Boshlang'ich ilgak hook.
Hikoyani hozirgidek silliq emas, balki to'g'ridan-to'g'ri janjalli yoki shok qiluvchi joydan boshlash samaraliroq. O'quvchi darhol nima bo'lyapti o'zi deb o'ylashi kerak. Tavsiya etilgan boshlanish. Onam to'yim uchun mendan ruxsatsiz 200 kishilik zalni band qilib kelganida va ustiga ustak 780 ming rubl kredit olishimni maslahat berganida va hokazo va hokazo. Shunga o'xshab ketadi. Matn dinamikasi va vizualizatsiyasiga e'tibor berishimiz kerak. O'quvchi yoki formatdagi videolarni tomosha qilib zerikib qolmasligi uchun qarama-qarshilikni bo'rttirish kerak. Abzaslarni qisqartiring. Zen foydalanuvchilari asosan telefondan o'qiydi yoki ko'radi. Har bir abzas 2-3 qatordan oshmasin. Dinamika tezlashadi. Xo'p, va hokazo ketadi. Mana Pukka ham yozib beribdi, faqat o'zbek tilida. Hozir ketma-ketlikda bajaramiz, buni rus tiliga ham olamiz. Demak, 3-promptimizni olamiz. Endi menga aynan qaysi joylariga qo'shishimni ko'rsat, hikoyani buzmagan holda. Rus tilida deb yozyapmiz. Xo'p, bu yerga tashlaymiz va jo'natamiz. Biroz kutamiz. Shu o'rinda yana bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Bundagi promptlarni va kerakli fayllarni Telegram kanalimga o'tib olishingiz mumkin. Mana bizga qaysi joylarimizga qo'shishimiz kerakligini yozib ko'rsatdi. Moshniy huk в самое начало текста, ya'ni boshlanishiga. Как должна выглядеть? Когда моя mama без спроса, mana shu yerni aynan tekstni qayerida joylashtirishligini ko'rsatib turyapti. Mana shu joyga. Mana. Когда моя mama без спроса забрали меня va hokazo. Buni olamizda, buni bir o'qib ko'ramiz. Ya'ni agar rus tilini bilmasangiz, translate'ga o'tamiz. Translate ham juda zo'r qilib bermaydi, har holda ma'nosini tushuntirib beradi. Onam 200 kishilik zalni so'ramasdan bron qilganida va begonalarni boqish uchun 780 ming rublga kredit olishni taklif qilganida, men shunchaki qizil markerni oldim, ammo hammasi 4 oy oldin boshlangan. Umrda bir marta bo'ladigan to'y. Odamlar buni eslab qolishlari kerak. Men uning qo'llaridagi qog'ozlarga qaradim. 5 varaq, kichik nashr, ikkita ustun. Bu ham ketadi. Ikkinchisini ham olamiz. Xo'p, zanknuta. Va buni kesib o'tishni boshladi. Uslubiy jihatdan qatordan keyingi qator Znayda Borisovna, onamning 20 yil oldin ishdan ketgan hamkasbi. Men bu ayolni umrimda bir marta 8 yoshimda ko'rganman. Bu Znayda Borisovna to'yimda qatnashmasa, rostdan ham uxlab qolalarmidi debdi, chizilgan debdi. Bu yer qayerda? O'rtasida, qayerga qo'shish kerakligini ko'rsatyapti. Va atmosfera mana. Finansiy bol, qayerlarga, qaysi joylariga nimalarni qo'shish kerakligini ko'rsatib o'tyapti. Aynan shularni qo'shib qo'ysangiz, hikoyangizni buzmagan holatda bu tomoshabin zerikib qolmasligi uchun juda ham katta foydasi tegadi. Ya'ni buning ichiga kiradida o'tirib qoladi, mixlanib qoladi. Chiqmay qoladi. Shu narsalarni qo'shib ketsangiz, albatta 10 ta maqolangizdan 8 tasi effekt beradi. Keyingi promptni olamiz. Bu buyruqlarni bajar. Ana endi do'stlar, eng asosiy joyda diqqat qilib turing. Nimaligini tushuntiraman hozir. Xo'p, demak, sizning maqolangiz Zenga, ya'ni lentasiga chiqarildi va bu Zen lentasida siz rasm yaratyapsizda, lekin bosishlar soni kamayib ketgan bo'lishi mumkin. Ya'ni buni kiradida rasm qiziqarli yoki o'sha zagolovkangiz qiziqarli bo'lmasa, buni bosmaydi hech qachon. Shuning uchun yanada STR-ni oshirish uchun albatta rasm muqova kerak. Biz shu narsani promptini yozganman. Tushundim. Barcha shartlaringiz qabul qilindi. Ushbu suhbat asosida bergan barcha buyruqlaringizni xotiraga saqlab oldim. Keyingi tashlaydigan hikoyalaringiz uchun ham avtomatik ravishda xuddi shu algoritm asosida ishlayman dedi. Mana birinchi promptni olamiz. Qizil marker va shok holat. Aynan shu hikoya asosida qilib beradi buni. Promptni olamiz va negativ promptni ham olib, buni kopirovat qilamizda ixtiyoriy rasm uchun generatsiya qiladigan, ya'ni sun'iy intellektga o'tamiz. Flow, masalan, men flow ishlataman, shu flowga bosaman. Mana shu yerga tashlayman, start qilaman va tashlayman va biroz kutaman. Keyingilarni ham tashlab qo'yishim mumkin. Xo'p, promptni olamiz, negativ promptni ham olamiz.
Bu yerga tashlaymiz. Xo'p, keyingisi ham, ya'ni 3 xil variant degan narsa bor edi. 3 xil variantni yaratib beribdi. Uchtadan bitta yoqqanini olasiz. Mana birinchisi. Ikkinchilarini ham ko'ramiz. Mana va bu. Ko'ryapsizmi? Buni agar siz qo'ysangiz, judayam qiziqarli, ya'ni zen bosishlar soni yanada ko'payadi. Ko'pchilik kanallarni kuzatyapman, judayam mayda, ya'ni mayda qilib qo'yishyapti. Nimani mayda qilib qo'yishyapti degan nima? Rasmlarni maydaroq, ya'ni asosiy qahramonni mayda qilib qo'yishyapti, ya'ni kichikroq qilib qo'yishyapti. Buni ko'pchilik telefondan kiradi. Telefonda endi yoshi katta insonlar ko'radida, mayda nimani ko'rmaydi. Iloji boricha mana shunaqangi yirikroq qahramonlarni ko'radi va shu holatda turibdi. Mana ko'rib turibsizlar, qanaqa holatda. Buni agar lentaga chiqsa, bu nima bo'ldi ekan deb qiziqib kirib bosib ko'radi, albatta bosib ko'radi. Va birinchi biz yozgan hukni o'qiydi va bu o'zi kirib ketadi hikoyaning ichiga. O'rtasiga qo'yapmiz, oxiriga qo'yapmiz, oxirigacha o'qishga majbur qiladi. Bir marta kiradi, qaytib chiqib keta olmay qoladi. Shu narsa sizni maqolangizda bosishlar sonini va o'qishlar sonini yanada chiroyli tarzda qilib beradi. Hurmatli Zen foydalanuvchilari, mana shu bilan bugungi darsimiz yakunlandi. Agar sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, o'z fikringizni kommentariyalarda bosib qoldiring va like bosing. Bu like'lar nima uchun kerak? Qolgan insonlarga ham yetib borishi uchun kerak. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.